Oltindan-da qimmat boylik bu shubhasiz salomatlikdir. Uni na sotib olishingiz mumkin, na birov sizga kelib taqdim eta oladi. Faqat uni asrash, muhofaza qilish aynan o'z qo'lingizda, azizlar. Va aytish kerakki, salomatlik masalasi butun jahonga tegishli dolzarb masalalardandir. Insoniyat yaralibdiki, salomatlik va tibbiyot bilan bog'liq mavzu hamisha kun tartibidan tushmagan va bu boradagi islohotlar davom etmoqda. Dasturimiz boshlanganida e'tirof etganimizdek, 7-aprel butun jahon salomatlik kuni va ushbu muhim sanada O'zbekistonda ham turli aksiyalar, tadbirlar o'tkaziladi. Eng muhimi, ushbu muhim sana hamisha salomatligimizga befarq bo'lmasligimizni eslatib turadi. Bugun xayrli kun dasturida bu haqda atroflicha so'z yuritishga harakat qilamiz va ko'rsatuvimizda mehmon bor. Dasturimizning bugungi aziz mehmoni akademik Yolqin To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy markazining Farg'ona filiali direktori Ozodjon Mavloni bugun xayrli kun dasturining aziz mehmoni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Ozod aka. Bugun muhim sanada uchrashib turibmiz va aytish kerakki 7-aprel butun jahon salomatlik kuni sifatida. Har bir kunimiz o'zi salomatlik kuni bo'lishi kerak. Nima uchun bu muhim sana tanlab olingan va insoniyat oldiga nima uchun bu kun demak muhim kun sifatida qayd etish talabi qo'yilgan? Yana bir bor assalomu alaykum. 1948-yil, ya'ni o'tgan asrda Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti barpo etilgan va 7-aprel 1948-yil Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining nizomi qabul qilingan kun bo'lib, ushbu kun 7-aprel sanasi xalqaro, ya'ni butun jahon sog'liqni saqlash kuni deb e'lon qilingan. Bu Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotiga yer sharini 194 davlatlari a'zo bo'lgan. Mana shu davlatlarda ushbu kun butun jahon sog'liqni saqlash kuni deb bayram sifatida nishonlanadi. Endi ushbu masalada bu xalqning, barcha davlatlarda xalqning sog'ligi eng muhim siyosiy masalalardan hisoblanib, yer sharida bitta davlatda, xalqda bir kasallik tarqalgandek bo'lsa, butun davlatlar birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib o'sha kasallikka qarab kurash boshlanadi. Mana buni misoli 20-yildagi Covid pandemiyasi yaqqol misol bo'la oladi. Butun yer shari ushbu kasallikka kurashildi. Shuning uchun bizning davlatimizda ham xalqimizning sog'ligi, yurtboshimiz ta'kidlab aytganlaridek, xalq sog'ligi bu eng muhim va eng zarur masala deb aytganlaridek, bizning yurtimizda ham xalqning sog'ligi juda ham himoya qilish uchun tibbiyot xodimlari tomonidan, davlatimiz tomonidan juda ko'p masalalar, ishlar olib boriladi. Buning uchun yurtboshimiz o'tgan yili 18-martda tibbiyot xodimlari bilan uchrashganda ham 25 mingdan oshiq savollar xalq sog'ligini saqlash, tiklash bo'yicha, profilaktik ishlar bo'yicha uchrashuvlar o'tkazib, o'sha yerdagi berilgan savollarga javoblar topib, aniq bir 7 ta yo'nalishda belgilab berganlar. Hammasi xalqning sog'ligini saqlash va ushlab turish, profilaktik ishlarni olib borish bo'yicha. Ozod aka, mana yurtimizdagi tibbiy islohotlarga o'tishdan avval jahon miqyosida yana bir fikrlarimizni bayon qilsak-da, mana bugun juda xursand bo'lib gapiryapmiz. Sun'iy intellekt bilan ancha yengilliklar berildi turli sohalarga. Tibbiyotda maqtanamiz, mana ko'p yangiliklar ro'y beryapti deb. Lekin mana o'zingiz eslatib o'tdingiz, oxirgi Covid pandemiyasi yoki hamon insonlarni sog'lig'iga xavf solib turgan xavfli kasalliklar borda. Bular saraton deymiz, mana qandli diabet, giyohvandlik, AIDS. Nima uchundir kasalliklar ana shu texnologiyalardan ko'ra qudratliroq bo'lib boryapti-da. To'liq biz hali yenglik deb ayta olmaymiz. Bu savolingiz juda ham o'rinli deb bilaman. Sababi xalqni, aholini sog'lig'iga xavf solib turgan asosan ikki xil yo'nalishda kasalliklar bu doimiy xavf bo'lib turadi. Buni bittasi yuqumli, ya'ni infeksion kasalliklar, ikkinchisi noinfeksion kasalliklar. Biz eng ko'p qo'rqadigan holat, biz haligi nima deydi, xavfsirab turadigan holat bu yuqumsiz kasalliklarning tarqalishi.
ming afsuski oxirgi yillarda aholi orasida yuqumsiz kasalliklar, bu albatta endokrinologik kasalliklar, semizlik, qandli diabetlar, uni pirovardida, ya'ni natijasida gipertoniya kasalliklari, yurak qon tomir kasalliklari, yurak yetishmovchilik kasalliklari, nevrologik kasalliklar, nafas olish a'zolari kasalliklari, buyrak kasalliklari va hokazo, bular albatta yuqumsiz noinfeksion kasalliklarni o'z ichiga qamrab olib, eng aholini hayotiga xavf soladigan omillar deb bilinadi. Bu noto'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmush tartibi qoidalariga rioya qilmaslik natijasida yillar davomida, qaytarib aytaman, bu kasalliklar yillar davomida surunkali ravishda rivojlanadigan kasalliklar hisoblanadi. Bundan farqli o'laroq yuqumli kasalliklar, bu ham albatta xalq sog'ligiga xavf soladigan kasalliklar. Bular o'tkir kechishi bilan yuqish o'chog'i yoki inson yoki birorta hayvon tomonidan yoki biror mavjudot tomonidan odamdan odamga beriladigan kasallik bo'lib, bu o'tkir kechishi bilan farqlanadi. O'tkir kechadigan kasalliklarga tibbiyot hamisha tayyor. Lekin biz yuqumsiz kasalliklarni yoki noinfeksion kasalliklar, noto'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarzi qoidalariga rioya qilmasdan kam harakat bo'lgan aholini ichidan bularni tanlab olib, bularni sog'lomlashtirish ishlari hozirgi kunda juda ham muhim muammolarimizdan biri bo'lib turibdi. Hurmatli yurtboshimiz 1922-yil 26-yanvar kuni ikkita yo'nalish bo'yicha juda ham katta qaror qabul qildilar. Bittasi kardiologiya yo'nalishi, ikkinchisi endokrinologiya yo'nalishi. Endokrinologiya yo'nalishi bo'yicha 102-qarorda tasdiqlab berdilar. Ya'ni aholi orasida yashirin endokrin kasalliklarni erta aniqlash, ularni nazoratga olish va sog'lomlashtirish hamda skrining o'tkazish. Ikkinchisi yurak qon tomir kasalligi, bu kardiologiya yo'nalishi bo'yicha 103-qarorda chiqarib berdilar. Bunda yurak qon tomir kasalliklarini erta aniqlash va ularni oldini olib aholini sog'lomlashtirish bo'yicha bir qator topshiriqlarni berdilar. Buning ichida biz rejalarni qilib mana 3 yil davomida bu qaror ijrosi bilan shug'ullanib kelyapmiz. Ming afsuski, haqiqatdan yurtboshimiz o'ylaganlaridek aholini orasida, o'zini sog'lomman degan 40 yoshdan oshgan aholini orasida oydan oyga, yildan yilga noinfeksion kasalliklarni ortib borayotganiga biz amin bo'lyapmiz. Aytyapmizki, bu qarorlarning ishlab chiqarilishi bejo'ya bo'lmagan, mantiqan bu haqiqatdan sog'lomman degan aholini ichida biz kasallikni aniqlab, ularni sog'lomlashtirish natijasida biz ularni qaysidir foiz umrlarini uzayishiga sabab bo'lish uchun harakat qilyapmiz. To'g'ri, avvalambor umr biz aytamiz, hammamiz Allohdan umr beriladi, lekin biz tibbiyot xodimlari shuni sababchi bo'lish uchun, uzaytirish sababchi bo'lish uchun harakat qilyapmiz. Rahmat fikrlaringiz uchun. Azizlar, bugungi dasturimiz demak muhim sanaga bag'ishlanadi. Hozir esa Ozod aka suhbatimizga biroz tanaffus e'lon qilamiz. Bizda lavha bor. Birga tomosha qilsak, keyin yana bir qancha savollarimiz bor, sizga taqdim etamiz. Qadrli muxlislar, xayrli kun dasturi davom etadi. Ko'rsatuvimizning bugungi soni 7-aprel butun jahon salomatlik kuniga bag'ishlanadi. Dasturimizning aziz mehmoni akademik Yolqin To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy markazi Farg'ona filiali direktori Ozodjon Mavlonov. Yana bir bor xush kelibsiz, Ozod aka. Bugun Ozod aka aytishimiz kerak, har bitta millat, u qaysi jamiyatda yashamasin, o'zining xalqi ko'p bo'lishini xohlaydi. Millati ko'p, mana shu bilan bir mamlakatining nufuzini ko'taruvchi omil sifatida qaraydi-da. Lekin shunday bir xalqlar bor, bu yerlarda demografiyaning yuqori ekanligi unchalik ahamiyatga munosib emas. Mana aytaylik, qanchalik tibbiyot taraqqiy etmasin, Hindistonda nosog'lom aholi ko'proq deyishimiz mumkin, yoki Afrika mamlakatlarida aholi qanchalik ko'p bo'lmasin, hamisha katta pandemiyalar bilan kurashib keladi. Endi bu jihatdan xalqimiz ko'p deb maqtana olmaydi bu xalqlar. Chunki kasal aholi mamlakat iqtisodiyoti uchun ham, siyosati uchun ham juda zararli omilda. Demak, aholining salomat yashashi, demografiyaning sog'lom bo'lishi nimalarga bog'liq o'zi?
demak mana biz ushbu masalada Hindiston yoki Afrika davlatlarini oladigan bo'lsak, bizda O'zbekistonga taqqoslaydigan bo'lsak, 3 xil toifada butunlay bir-biridan farq qiladigan davlatlar hisoblaymiz. Haqiqatan Hindistonda biz aytamizki, tibbiyot kuchli rivojlangan. Bu qaysi tomondan? Tibbiyotda kuchli rivojlangani biz faqat bitta yo'nalish bo'yicha, ya'ni operativ muolajalar, tanani a'zolarini ko'chirib o'tkazish yoki bir og'ir yuqori texnologik operatsiyalarni rivojlanishini e'tiborga oladigan bo'lsak, umumiy aholi, ya'ni populyatsiyani kasallanishini olganda O'zbekiston juda ham sog'lom davlatlar qatoridan bittasiga kiradi. Aslida bizda aholining ichida yuqorida ta'kidlab o'tgandek noinfeksion kasalliklar aholini turmush tarzi, ijtimoiy, iqtisodiy tomonidan yetilib rivojlanib borayotganligini bu belgisi noto'g'ri kaloriyali ovqatlarni ko'p iste'mol qilib harakatni, ya'ni mehnat va jismoniy faoliyatni kamayib borishi bilan belgilanadi, baholanadi. Afrika davlatlarida ming afsuski ijtimoiy tomondan hammamizga ma'lum sal pastroq deb baholanib kelingan, iqtisodiy ijtimoiy tomondan aholini pastroq deb baholanib kelinib, ularga yaratilgan shart-sharoitlarni ham yetarli tashkillanmaganligi ham davlat tomonidan bu o'zini aksini ko'rsatib keladi. Shuning uchun bizni davlatimizda ko'proq biz o'zimizga baribir urg'uni beramiz. Odam oilasini sharoitini qo'shnisiga hech qachon tenglashtirib bo'lmaydi. Biz o'zimizni davlatda, o'zimizni mentalitet, o'zimizni millatimiz yoki shu yerda qaysi irqdan, dindan qat'iy nazar yashayotgan fuqarolarning sog'ligini saqlash uchun biz jon kuydiramiz. Buning uchun mana barcha tibbiyot xodimlarini har xil yo'nalish bo'yicha o'zlarini oldiga qo'ygan rejali vazifalari bilan belgilab olinadi. Bularni biz qanday bilamiz? Mana xalqaro OITSga qarshi kurash kunlari bo'ladi. Bolalarni sog'lig'ini saqlash, himoya qilish kunlari bo'ladi. Mana har xil mutaxassisliklarda o'zlarini kunlari bo'ladi. O'shanda biz bitta aksiya bilan albatta aholini qaysidir foiz yachaykasida biz tibbiy yordamni sifatli ko'rsatishga harakat qilamiz. Endi bular yil davomida hisoblasak, bu ham qandaydir yig'ilib bir ko'rsatkichga ega bo'lib qoladi. Shuning uchun har bir davlatni fuqarolarining sog'ligi davlat siyosati darajasida olib boriladi. Mana bugun hayotimizda tez-tez aytilayotgan jumlalar bor. 10,000 qadam yuring, 5,000 qadam yuring, yuguring deyapmiz, velosiped haydang deyapmiz. Hech kim bu nima uchun deb savol bermaydi-da, chunki buni foydali ekanligini har bittamiz yaxshi tushunamiz, har bir ongli inson. Lekin gap bajarishda qolyapti Ozod aka. Ko'pincha dangasalik qilamiz salomatligimiz masalasida qayg'urganda. Juda ham to'g'ri, bu eng og'riqli masalani ko'tardingiz. Biz mana doktorlar aytamizki, aholiga kuchli kaloriyali ovqat yemang, harakat qiling desak, ular bizga haligi tom ma'noda yonbosh ko'z bilan qaraydi deb kulamiz. Yoqmaydi. To'g'ri gap, yoqmaydi. Endi albatta xalqni salomatligini saqlashda bitta ustuvor vazifa, ya'ni insonlarning o'ziga buyurilgan tavsiya qilinadi, o'zing uchun sog'ligingni saqlash uchun o'zi avvalo jon kuydirish kerak. Aytaylik, biz tibbiyot xodimlari soatlab gapirib, ularga leksiya o'qiylik, amaliy yordam ko'rsataylik, tibbiy ko'riklar o'tkazaylik, lekin aholini o'zi sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish qoidalariga rioya qilmasdan kam harakat bo'lib yursalar, albatta biz aytayotgan, siz aytayotgan 10,000 qadam, 20,000 qadam, 5,000 qadam hech qanday o'zi natijasini bermaydi. Biz shunday tashkillashimiz kerakki, fuqarolarimizni orasida avvalambor sog'lom turmush tarzi qoidalarini yo'lga qo'yishni targ'ib qilish kerak. Bu nimani beradi? Eskidan gap bor, ertalabki ovqatni o'zingga, obedda do'sting, kechki payt dushmaningga ber qabildi. Ya'ni bir kunlik ovqat qilayotgan ovqat kaloriyasining asosiy qismi, ya'ni 50%ni biz kunni birinchi yarmi nonushtada qabul qilishimiz kerak. Qolgan 25%ni obed va kechki paytga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Endi hayotda haqiqatan ham shundaymi degan savol bo'ladi. Ming afsuski bu aks. Aksariyat fuqarolarimiz nonushtani yengil qilishadi. Obed o'rta asosiy kaloriya kechki payt olinadi bizda. Juda ham kechki ziyofatlarni xush ko'ramiz. Juda ham ko'p.
Endi yana bir tomoni bor masalani. Hozirgi kunda hayotda yaxshilanib borayotgani, buni shukr qilishimiz kerak. Bu qadamimizda kaloriyali ovqat tayyorlayotgan oshxonalarning ko'payishi, yemakxonalarning ortib borishi. Albatta bu bir tomondan yaxshi. U yerdagi ovqat turlarini ko'payib borishi, pazandachilikning rivojlanib borishi bu albatta aholini kuchli kaloriyali ovqat qilishga chaqiradigan narsalar. Bizni hayotimizda, inson hayotida bari zararli odatlar o'zini aholini jalb qiladi. Bularning bittasi noto'g'ri ovqatlanish. Ikkinchisi zararli odatlarimiz, spirtli ichimliklar, tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish. Va uchinchisi noto'g'ri turmush tarzi kechirishlari va qaysidir bir mana yoki bir boylik, sog'lik orqasidan quvmaydi inson. Hech qachon hech kimni ko'rmaganmiz sog'ligini orqasidan jon kuydirib. Lekin boylik orttirish, bir qaysidir mansabga ega bo'lish uchun har narsaga tayyor bo'lib yuguradigan odamlar ming afsuski hozir ko'payib bordi. Inson, men ko'pchilikka aytaman, biz aholi bilan mana ko'p ishlaymiz, salkam 30 yil davomida shu sohada aytamiz. Odam sog'lom bo'lsa, qurib qo'ygan kulbasi yarashadi. Nosog'lom bo'lsa, qasr uy unga tatimaydi. Yoki uyida qaysidir foiz katta miqdor pul bo'lishi mumkin. Sog'ligi yo'q odam mansab topmaydi. Sog'lom odamga arzimagan bitta quruq nonchoy ham yaxshi tatiydi. Shuning uchun inson bilishimiz kerak, bizni sog'ligimiz, hayotimiz faqat o'yin kulgi, kuchli ovqat yeb nima qilishdan iborat emas. Sog'lom uzoq umr yashashdan iborat. Allohning har bir bergan kunini chiroyli yashashdan iborat deb bilamiz. Buni to'g'ri baholab, to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak bo'ladi. Qolgan narsa hammasi o'tkinchi. Bizni qo'limizga kelishadi. Doktor, yordam qiling onamga, otamga yo o'ziga so'raydi, kech bo'lgan bo'ladi. Biz aytamiz, "Ha shuni rivojlantirishdan oldin nega harakat qilmagansizlar?" Sog'lom turmush tarziga, qoidalarga endi nafsga kirganmiz. Lekin ming afsuski bularning hammasi ham yaxshilik bilan tugamaydi. Shuning uchun biz sog'likni birinchi o'ringa chiqarishimiz kerak bo'ladi. Mana boya shu hayotimizdagi qulayliklarni aytdingiz-da, qulayliklardan kelib chiqadigan yagona bir kasallik bor, bu qandli diabet. Tobora mana dunyo miqyosida ham bu ko'payib boryapti. Yoki mana xalqimiz davleniya deb yuritadi, qon bosimini ko'tarilishi, tushishi. Jahon miqyosida buni yashirin qotil sifatida aytishadi. Birdan kelib qoladi, birdan insonni hayotdan olib ketishi mumkin. Afsuski bularda tub ildizi mana biz aytganimizdek noto'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarziga e'tibor bermaslik mana bu oqibatlarga olib keladi va nimagadir Ozod aka mana albatta qayrimizdir og'riganda biz shifokorga murojaat qilamiz-da. Unga qadar mana kasallik tobora yetilib, pishib o'tib ketadi. Shu qandli diabet kasalligi bo'yicha og'iz ochmay turdim, bu og'riqli. Biz uchun, ayniqsa mutaxassislar uchun juda ham og'riqli hisoblanadi. Sababi kundan kunga qandli diabet kasalligi aholi orasida yashirin tarqalyapti. Kasallik juda ham yosharib ketyapti. Oldin biz o'qib, bilim olgan paytlari qandli diabet ikkinchi turi 40 yoshdan oshganlarda uchraydi deb bilgan bo'lsak, hozir ming afsuski qandli diabet ikkinchi turi, ya'ni bu 100% noto'g'ri ovqatlanish, kam harakatlik bilan bog'liq kasallik bo'lib, yosh bolalarda ikkinchi tur qandli diabet diagnozi tashxisi qo'yishgacha boryapmiz. Sababi yildan yilga yoshlar orasida semirib ketish, polifabrikat ovqatlarda yoki o'ta ham kaloriyali uglevodlarga, yog'ga boy ovqatlarga mukkasidan ketib ovqatlanish juda ham keng ommaviy tarqalib ketyapti. Mana oddiy sotiladigan energetiklarni iste'mol qilishlari, yurgan yo'llarida hozir yoshlar ko'ramiz, mana ayniqsa havo isigan paytlari qadamingizda yoshlar qo'lida juda ham kaloriyali energetiklar iste'mol qilish uchraydi. Oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, 200 gram, ya'ni bitta stakandagi kola, Pepsi ichimlik mahsulotlari 7 qoshiq shakarning kaloriyasini beradi. 200 gram Sprite, Fanta'ning kaloriyasi 9 qoshiq shakarning kaloriyasini beradi.
yoki kichkina Snickers, Bounty, Mars kabi shokoladlar, shirinliklarimiz bu 24 qoshiq shakarni kaloriyasiga teng kaloriya beradi. Endi 200 gram kola yoki Fanta ichgan fuqaro albatta 1 kilometrga yugurish kerak o'sha olgan kaloriyani yoqish uchun. Bizning yoshlarimiz litrlab iste'mol qiladi bu narsani. Endi bu narsa o'zini keskin ta'sirini ko'rsatmaydi. Yillar davomida yig'ilib kelib, keyin kasallikning shikoyati boshlanganda kech bo'ladi. O'shaning uchun rus tilida maqol bor, diabet это тихий убийца deyiladi yoki diabet это медленный мучительный смерть deyiladi. Bu bejiz emas, haqiqatan qandli diabet kasalligi aholi orasida yillab diagnoz qo'yilmaydi. Mabodo birorta shifoxonaga boshqa kasallik tufayli murojaat qilganda aniqlanib qolmasa, diabet kasalligini shikoyati paydo bo'lganda murojaat qilishi bu qandli diabetni asorati, o'sha qon tomir asorati bilan rivojlanganda bo'ladi. Endi bu degani poyezd o'tib ketib bo'ldi degani. O'sha qaytmas proses boshlandi degani. Shuning uchun biz aholidan albatta bu bayram kuni xalqaro o'sha jahon butun jahon sog'liqni saqlash kunida men murojaat qilardimki, birinchi o'rinda biz kasallikni qachondir aniqlanishi emas, albatta ertaroq doktorga uchrab o'zimizni profilaktik tekshiruvlardan o'tib turishni tavsiya qilardik. Mana rivojlangan davlatlarda aholi o'zi oyog'i bilan borib kasalligini aniqlash uchun murojaat qiladi. Bizda kasallikni boshlanib bo'lib davolash, asoratini davolash uchun murojaat qilinadi. Shuning uchun biz ham sekin-sekin o'rganishimiz kerak. Mana zamon rivojlanyapti, texnologiyalar kirib kelyapti. Albatta aholini orasida biz ommaviy targ'ibot ishlarini birinchi navbatda o'zini sog'ligiga e'tibor qilish, qolgani ikkinchi, uchinchi masalalarligini yetkazishimiz kerak bo'ladi. Rahmat. Demak, azizlar, bugun mutaxassis fikrlariga e'tibor qilyapsiz degan umiddamiz. Qolaversa, salomatlik masalasida bu doimiy aytiladigan fikrlar va o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Demak, salomatlikka e'tibor bermaslik qanday og'ir oqibatlarga olib kelishini. Fikrlarimizni birozdan so'ng davom ettiramiz. Azizlar, siz xayrli kun dasturini nafaqat efirda, balki ijtimoiy tarmoqdagi manzillarda ham kuzatib borishingiz mumkin. Buning uchun ekranlaringizda ko'rinib turgan manzillarga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Qolaversa, dasturimizni kechki efir soatlarida ham kuzatib borishingiz mumkin takroriy tarzda. Dasturimiz davom etadi. Ko'rsatuvimizning bugungi soni 7 aprel Butunjahon salomatlik kuniga bag'ishlanadi. Ozod aka, boya aytdik, fikrlarimiz qaysidir bemorlarimizga hukm sifatida yangramasin deymiz, chunki to'g'ri, qandli diabet og'ir kasallik, lekin uni yengish mumkin, mutlaqo davolab bo'lmaydi deb ayta olmaymiz. Menimcha hamkasblaringiz ham shunday fikrda va biroz qo'pol bo'lsa ham, lekin to'g'ri fikrni aytdingiz, bu sokin qotil. Sokin qotilni oldini olish uchun demak, ko'proq shifokor qabulida bo'lishimiz kerak menimcha. Juda ham to'g'ri. Bu qaysi ma'noda aytildiki, qachonki fuqarolarimiz o'zini sog'ligiga bee'tibor bo'lgandagina bunday iborani to'g'ri deb hisoblasak bo'ladi. Lekin juda ham yaxshi hozirgi paytlarda mana diagnoz qo'yishni, tashxis qo'yishlar juda ham yengil bo'lib ketdi. Zamonaviy ixla usullarida biz yashirin diabetlarni erta aniqlash, ularni asoratlarini oldindan bilish imkoniyatlariga ega bo'lish darajasiga yetib kelganmiz. Viloyatimizda shunday imkoni bor. Qandli diabet bemorlarimiz bu o'zlarini e'tibor qilib, o'zlari vaqtida buyurilgan to'g'ri ovqatlanish tamoyillariga rioya qilib, sog'lom turmush tarzi, jismoniy faol harakatlariga rioya qilib yurishsa, sog'lomman degan odamdan uzoq umr ko'rishlari imkoniyati bemalol bor. Hozirgi paytda bizda yurtimizda ham juda diabet kasalligiga og'ir ko'zi bilan qaraydigan darajada bo'lganimiz yo'q. Oldinda diabet это katastrofa, bir tragediya belgilari der edik. Ming afsuski hozir bu kasallikda o'sha yengi borish imkoniyatlariga erishib qoldik. Bu degani aholimiz vaqtida mutaxassislarga, endokrinologlarga yashash joylarida murojaat qilib, nazoratga turib vaqtida o'zlarini o'sha qondagi qand miqdorini nazoratini olib borishni o'rganib,
to'g'ri ovqatlanish, hozir dieta so'zi ishlatilmaydi, to'g'ri ovqatlanish deyiladi. To'g'ri ovqatlanishga qoidalarga rioya qilinsa, bemalol ushbu kasallikni yengib yurish mumkin. Shu joyda aytaman, to'g'ri ovqatlanish deganda nimaga tushuniladi? To'g'ri ovqatlanish, masalan, bizda eng urf-odat bo'lgan narsa nahor oshi qilish, quda anda ziyofatlarimiz, to'y to'riq ma'rakalarimizda juda ham biz uyimizga yoki bir mehmon chaqirgan dasturxonimizda chiroyli qilib kutib olish bizda odat. Buni yo'qotib bo'lmaydi. Bu juda ham yaxshi an'ana. Lekin mana shu diabet kasallarimiz, semiz fuqarolarimiz, yurak qon tomir kasalligi bor fuqarolarimiz o'sha vaqtda taqiqlangan yoki chegaralangan ovqat mahsulotlarini iste'mol qilib, albatta o'shandan keyin 2-3 soat davomida olgan kaloriyalarni yoqishga to'g'ri keladi. Hamma narsa iste'mol qilishlari mumkin, qachonki fuqarolarimiz qabul qilgan kaloriyali ovqatlarini biz rasxod deymiz, o'shani sarflay olishlari kerak 2-3 soat. Masalan, harakat kerak. Nahor oshiga borildimi, 2-3 kilometr to'yxona arasi bo'lsa, nahor oshida yegan 4-5 qoshiq osh mahsuloti yoki o'sha yerdagi qandli mahsulotlar, qaymoqlar bo'ladi yoki issiq yangi yopilgan non yoki boshqa uglevod mahsulotlar iste'mol qilgan chaqchuqlar chiqqandan keyin to'yxonadan chiqib piyoda 2-3 kilometr kamida jadal qadam bilan yurib kelish tavsiya qilinadi. O'shanda to'yxonada olgan ovqat kaloriyasi bemor organizmiga ziyon qilmaydi. Yoki kechqurun to'ylar yoki ziyofat, oilaviy an'analar, to'g'rimi? Obedlarda mana ayollarimizni mana borgan biz aytamiz aholiga, oilaviy sharoitidan har bir fuqaro individual o'zini sharoitidan kelib chiqib, o'zi jismoniy faol harakat tanlash kerak. Kimdir yugurish yo'lakchalarida yugursa, kimdir ko'chada yurish kerak, kimdir arg'imchoq sakrash kerak. Biz yosh katta ayollarimizga, ko'chaga chiqib yura olmay turgan fuqarolarimizga deyarli biz musiqa qo'yib, navaralari bilan raqs tushishdi uy sharoitida soatlab yoki minutlab dam olib olgan kaloriyasini yoqishni tavsiya qilib boramiz. Bu ham o'z navbatida o'sha taqiqlangan kaloriyani qabul qilgan inson shu narsani harakat qilishga majbur qilib qo'yadi. Ana o'shanda bular to'g'ri ovqatlanish qoidalariga rioya qilishga bo'lishadi. Ozod aka, yakuniy savol o'rnida suhbatimizning yakuniy qismida yana bir narsaga to'xtalishni istardik. Ya'ni bugun jahon salomatlik kuni ekan, biz hozir mana jismoniy salomatlik omillari haqida gaplashdik. Endi ma'naviy sog'lomlik ham bu yerda juda muhim. Hayotimiz qulay, to'g'ri, lekin shu bilan birga stressli zamonda yashayapmiz deyishimiz mumkin. Chunki hayotimizda nolishlar ko'p, o'tmish iztiroblari, kelajakdan xavotirlanish, bu ham albatta tashqi ko'rinishimizga, ya'ni jismoniy ko'rinishimizga ham ta'sir etmasdan qolmaydi. Bunda ham menimcha xotirjamlikni saqlash masalasida ham tavsiyalar juda muhim. Albatta bu juda ham to'g'ri. Birinchi o'rinda hammamiz asab tizimimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Biz har qancha narsaga erishmaylik bizga kam tuyuladi. Lekin buni oxiriga hech kim yeta olmaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda hammamiz nima deymiz? Harakat qilishimiz kerak. Kayfiyatni yaxshi qilgan holda, asabni bosib olgan holda, biz qancha asabiylashsak, bizda qilayotgan ishimiz shuncha orqaga ketishini sezmaymiz. O'shaning uchun faqat nima deydi? Kayfiyatni yaxshi qilib, birovning yuziga kulib qarab, doimiy yaxshi xushchaqchaq kayfiyatda yursak, birinchi sog'liqni saqlashning tamoyili shu bo'ladi. Siz to'g'ri aytdingiz. Agar biz hayotda har narsadan nolib, har narsaga bir ayib topib, biror narsani bir kamchilik ikkinchi narsaga yo'yadigan bo'lsak, biz kasallikdan ortmaymiz. Sabab chiqaveradi doim. Sabab chiqaveradi. Lekin eng muhimi birinchi o'rinda sog'lom aql, sog'lom tan. Albatta men shu o'rinda aytadim, farzandlarimizni, kelajagimizni sog'ligini biz saqlashimiz kerak. Albatta doktorlar, mutaxassislar tavsiyasi bilan ularni aqliy va sog'lom bo'lishi, jismoniy, jinsiy, aqliy, ruhiy sog'lom bo'lish uchun bularga biz qalqonsimon bez faoliyatini yaxshilash uchun yod tutuvchi preparatlarni mutaxassis tavsiyasi bilan qabul qildirib turishlarini ham tavsiya qilib o'tib ketardim. Bu eng muhim narsalardan biri hisoblanadi. Rahmat fikrlaringiz uchun. Bugun muhim sanada uchrashdik. Qimmatli ma'lumotlar uchun alohida rahmat aytamiz. Vaqtingizni ayirmasdan xayrli kun dasturiga kelganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Yurtdoshlarimizga bu muhim sanada yana o'zingizni bir dil so'zlaringiz bo'lsa, fikrlaringiz bo'lsa, yakunda aytib o'tishingiz mumkin. Men nima deyman, aholimiz o'zlarining sog'ligining qadriga yetsin. Har bir daqiqadagi sog'lom ta'midan bahramand bo'lsin.
Rahmat. Yaxshi niyatlar o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Kasbingizga rivoj tilaymiz. Hamisha siz ham salomat yuring. Rahmat. Salomat bo'ling. Qadrli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning suhbat qismi shu yerda yakuniga yetadi. Dasturimizda bugun aziz mehmon akademik Yolqin To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy markazining Farg'ona filiali direktori Ozodjon Mavlonov bo'ldi. Dasturimizni qiziqarli lavhalar va yoqimli qo'shiqlar ketma-ketligi davom ettiradi. Bizga oxirigacha hamroh bo'ling.